Salom hammaga do'stlar, men kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun biz hozir mashg'ulotlar qilamiz. Men hozir bunaqa переходlar bilan birgalikda shunaqa qilib oldim. Mana zo'r chiqdi переходlarim ham. Hop, keyin bundan keyin moshni yuvib olaman. Bir piyla solaman, chunki adam xohishlari, adam ko'proq mosh bilan yeyish xohlaylar. Shuning uchun endi yog' solamiz, bir cho'mich. Anaqa qilishini kutamiz qozon. Qozon qizigandan keyin yog' solamiz. Piyoz qizishini kutamiz. Yog' qizishini kutib piyoz solamiz. Piyoz tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Hop. Cho'mich olib qo'yib, kapkir bilan tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Keyin orqasidan go'sht solamiz. Go'sht bilan piyozni yaxshilab qovuramiz. Endi kartoshka solamiz. Kartoshka, go'sht, mosh, piyozni birgalikda qovuramiz. Ularni ham ozgincha 10 minut qovuramiz. Suv solamiz 2 litr. Bu 2 litr, mana ko'rsatyapman. Endi bu qaynab chiqquncha men idish tovalarni yuvib, endi gaz yoqaman. Birinchi qilib qo'yishim kerak edi. Mana o'zi bir ikkitasi uncha o'xshamaydi-yu, undan keyingilari o'xshab ketdi. Qanaqa pishirishni o'rganib oldim. Bu ikkinchi marta birinchi pishirishim edi. Mana. Ha, bu ikkinchisi. Uncha o'xshamadi-da, men uncha pishirishni uncha bilmayman. Hop. Mana shunaqa narsada qildim va shechotga chiqdi. Yana bir marta qildim mana. Bu dumaloq chiqqandan xursand bo'lib ketdim. Shuning uchun motivatsiyam oshib ketdi. Yana pishirishga harakat qildim.